Shunaqa trenddagi shirinliklarni yeyishga men Patricia kafesiga bordim. Kirishim bilan hayratda qoldim va o'zimni Parijga tushib qolgandek his qildim. Atmosferani qarang, go'zalligini, o'tirgan joylar shunaqangi shinam, assortiment xilma-xil. Men ham har xildan tanlab oldim. Buni qaranglar, xuddi haqiqiyda juda ham chiroyli. Bu shirinliklarni ko'rib jim tura olmaysiz. Yeyishga shoshib ketasiz. Bunisi dubayskiy ekan. Buni oyijonga oldik. Mazasi juda ham yoqdi. Ichi to'la dubayskiy nachinka. Bu shirinliklarni faqat kattalar emas, kichkinalar ham bemalol yeya oladi. Endi yaqinroq keling. Shu qirsillashiga ishqim ketib bordim. Haqiqatan ham qirsillar ekan. O'zim ham sinab ko'rdim qirsillashini. Juda zo'r, mazasiga gap bo'lish mumkin emas. Issiqqina choylar bilan juda zo'r desert. Marojinni o'rniga bemalol kechki ovqatdan keyin maza qilib yesanglar bo'ladi. Adres qayerda deysizlarmi? Siyulmunni 2-etajida. Siz ham borib bir tatib ko'ring.